Qanday qilib katta hajmdagi fayllarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin? Hozirgi kunda ChatGPT bunga qodir emas. Ya'ni siz unga faylni tarjima qilib ber desangiz, u deyarli tarjima qilmaydi. Qilib berishi mumkin ma'lum bir qismlarini. Va men aytayotgan va bugun ishlatadigan saytimiz juda ham foydali va to'g'ridan-to'g'ri dunyodagi eng birinchi raqamli tarjimon sayti hisoblanadi. Unda siz bemalol Word formatdagi yoki PDF formatdagi barcha fayllarni hech qanday formatlarini, shakllarini o'zgartirmasdan, hatto ichidagi narsalarni ham o'zgartirmasdan bemalol to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat va siz mening YouTube kanalimdasiz. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib brauzerimizdan DeepL deb qidiramiz. D-E-E-P-L. DeepL. Mana bu birinchi chiqqan sayt, bizga kerakli sayt hisoblanadi. DeepL.com o'zi ham aytib qo'ygan, the world's most accurate translator, dunyodagi eng aniq tarjimon deb. Mana bu yerda xuddi shunaqa oyna ochiladi sizda ham. Bu juda ham katta kompaniyalar ishlayapti. Mana Microsoft, Meta turibdi, Amazon turibdi, Adobe barchasi bu degani Nvidia turibdi, Visa barchasi bilan ishlaydigan sayt hisoblanadi. Juda ham foydali. TranslateX bu yerga saytni yozasiz, tarjima qilsangiz bo'ladi. Misol uchun masalan hello English yozilyapti, german tiliga tarjima qilyapti, ya'ni nemis tiliga. Bu yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. ChatGPT'lardan ko'ra ancha yaxshi effekt beradi bu. Va bu yerda mana o'zbek tili ham bor, ko'rayotgan bo'lsangiz. Albatta bemalol o'zbek tilidan ham foydalanib turib tarjima qildirsangiz bo'ladi. Keyin bizga kerakli bo'lgani mana bu yerda translate files deb turibdi. Translate files, translate speech, ya'ni bu yerdan birorta ingliz tilidagi narsani tarjima qilib beradi boshqa tilga. Albatta qiynaladigan bo'lsangiz bu yerdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xo'sh, birinchi qiladigan ishingiz mana bu yerdan loginga kirasiz. Login qilib turib, birorta akkauntdan foydalanasiz. Xuddi shunaqa holatda bosasiz. Menda borligi sababli sizda this email is already in use deyapti. Bu email allaqachon ochilgan deyapti. Shu sababli siz bemalol kirsangiz bo'ladi. Masalan, men kiraman. Hop, mana. Xuddi shunaqa oyna ochiladi sizda ham. Mana Home, DeepL Translator. Mana bu DeepL Translate'ga bosasiz. Mana bu yerda turibdi. Mana yerda translate files turibdi. Mana sizga kerakli bo'lgan joy shu yer. Select from your computer deb turibdi. Birorta o'zingiz notebookdan yoki kompyuterdan, PCdan foydalanayotgan bo'lsangiz, birorta faylni shunga kiritasiz. Bu faylni olasiz, bosasiz. Mana bu yerda detect language'da o'zi turgani yaxshi. Qanaqa tilda bo'lsa, o'sha tilni tanlaydi va ingliz tiliga o'girmoqchi bo'lsangiz, ingliz tiliga, nemis tiliga o'girmoqchi bo'lsangiz, nemis tiliga, mana barchasi bu yerda turibdi. Mana o'zbek tili ham bor. Agar ingliz tilidagi birorta fayl bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tiliga o'girib olsangiz ham bo'ladi. Va mana bu yerdan start translation'ni bosasiz. Albatta bu saytdan foydalanish pullik, chunki haqiqatda men o'zim foydalandim. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Trial cancellation schedule deal deyapti. Ya'ni men trialdan foydalanib ko'rdim. 30 kunga $10.5 standart subscriptionida xuddi shunaqa holatda obuna bo'laman deysiz, lekin sizdan pul yechib olmaydi. Shunchaki bank kartalaringizni kiritasiz. Kiritganingizdan keyin sizga 30 kun muhlat beradi. Agar saytimiz senga yoqadigan bo'lsa, foydalan. Agar yoqmaydigan bo'lsa, cancel qilib, yana qayta o'chirib yuborsang ham bo'ladi. Sendan hech qanaqa pul ketmaydi degan narsani beradi sizga. Agar sayt sizga yoqadigan bo'lsa, bemalol foydalansangiz bo'ladi. $10 oshig'iga ham arziydi. Mana bu yerda ko'rsangiz 22 kun qoldi deb ko'rsatyapti. Chunki men 30 kunlik trialdan foydalanib bo'ldim. Menimcha bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Sayt ham juda ham zo'r, haqiqatda aniq, tiniq Word fayllarda hech narsasini o'zgartirmasdan tarjima qilib berar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.